butun dunyo gemoroy bilan kurashyapti. Chiqib qolgan narsa u tashqariga chiqib qolgan, u o'z-o'zidan yo'qolib ketmaydi. Bizga asorat bilan murojaat qilib keladigan kasallar juda ham ko'p. Operatsiyani qildi, ish bitdi, bo'ldi. 40 yoshda ham bir xil vaziyatlar bo'ladi. Yo'g'on-ichangni tekshirib kedingman. Chunki 15 marta ichib kelgandan keyin qayerda yara bitadi. Bu yerda yara bo'ladimi? Jarohat sohasidan o'tib, uni har kun klizma qilib, ichini tozalab, keyin olib borib kolonoskopiya qilish u azob. Hech kim bilmaydi nima uchun? Chunki diagnostika qilinmagan. Gemoroyda o'sha svechani sotish uchun, mazni sotish uchun rakka aylanadi. Bo'lmasam nima qilmaysan deb mana bemorlar juda ko'p aldanyapti. Respublika, butun dunyo bo'ylab kuniga nechtalar operatsiya o'tkaziladi. Masalan, u dori bilan davolanganda edi, bizga ish qolmasdi-da. Anal sohasida ha deb operatsiya o'tkazish bu to'g'risini aytganda bemor uchun stress.